2013 yılı Xitay baş bulup icra qilishga başlagan bir Belwagh bir yo'l qurilishi Xitay bilan Yevroasiya mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikni taraqqiy qildirish strategiyasi bo'lib, uning oxirgi maqsadi Xitoyning dunyo vaziyatidagi ta'sirini oshirish deb qaralmoqda. Xitoyning Xi Jinping hokimiyatni qo'lga olgandan buyongi eng zo'r tirishchiliklarining birimi dal Xitoyning o'tgan tarixiy bosqichlarga o'xshash Osiyodagi hukmron mamlakatga aylanishni nishon qilayotganligi bo'lmoqda. Washington shahridagi Stimson markazida uyushtirilgan muzokara ana shu masalalarga bag'ishlandi. Muzokaraga Stimson markazining tadqiqotchi xodimi Yunsun riyosatchilik qildi. My name is Yunsun and I'm a senior associate and the China person here at the Stimson Center. U oldi bilan Xitoyning bir Belwagh bir yo'l qurilishi haqida qisqacha tushuncha berib o'tgandan keyin muzokaraga ishtirok qiluvchilarni tanishtirib o'tdi. Ondan mazkur qurilishga munosabatlik masalalar haqida so'z boshlashni Tom Millerga havola qildi. Thank you, Tom. The floor is yours. Thank you very much. Can I check that you can hear me? Is my microphone on? Yes, good. Okay. Well, before I do anything else, I would like to thank Stimson for having me, and particularly I would like to thank Brian and Yun here for. Siyasi analizchi Tom Miller yaqinda nashr qilingan Xitoyning Osiyo tushi nomli asarining avtori bo'lib, u oldi bilan so'zni 2 hafta ilgari Beijingda o'tkazilgan bir Belwagh bir yo'l munbiri yig'inidan boshladi. Uning qarashicha, shu qatimqi yig'inga kelgan mamlakatlarning ismligidan qaraganda, bularning hammasi degudek Xitoyning iqtisodiy jihatdagi yordamiga muhtoj bo'layotgan mamlakatlar ekan. Xitoyning o'zi bo'lsa izchil holda qadimki Yipek yo'lini bo'ylagan doirada o'zining yengvoshni qad ko'tarishni orzu qiladi ekan. Tom Miller buni Xitoy tushi deb atadi hamda buning Xi Jinping o'ttirib qo'ygan bir shuar ekanligini ta'kidladi. Ammo uning qarashicha buningdagi ochqo'shliq mazmun Xitoyning hukmron kuch bo'lish o'rnini asliga keltirish yoki tarixdagi saltanatini qayta javlon qildirish ekan. Xitoy davlati tarixdan buyon o'zlarini dunyoning markazi, atrofidagi boshqa qo'shni davlatlarni yovvoyilar makoni deb qarab kelayotgan bo'lib, ularning qarshida Xitoyning ularga yetakchi bo'lishi zamonning ta'xirsizligi hisoblandi. Ammo 1839 yildagi Apin urushidan keyin Yevropa ellari va Xitoyning beqindagi qo'shnisi bo'lgan Yaponiya davlatining keyingi istilosi Xitoyning bu xil yetakchilik o'rniga eg'ir xiris va krizis olib kelgan. Shu sababdan 1949 yili kommunist Xitoy davlati dunyoga kelganda ular qo'zg'al degan marshni o'zlariga yetakchi qilishni unutmagan. And bruised by 1949 and the foundation of the People's Republic of China. Ever since then, under the Communist Party, China has been trying to rise again. You know, in the national anthem, it's "Qilai, Qilai, Qilai." Let's rise, rise, rise. Xi Jinping bo'lsa, mushu bosh yetakchi ideyaga asosan, endilikda Xitoyning navbatdagi tashqi siyosatiga bir yangi andezini qo'shishga kuchmoqda ekan. Buning yadrosi bo'lsa, Xitoy yetakchi degan holatni yengvoshdan amalga oshirish hamda Xitoyni Osiyodagi yo'lboshchiga aylantirish ekan. Shu orqali Amerika Qo'shma Shtatlari g'arb dunyosida qanday rol o'ynagan bo'lsa, Xitoyni Osiyo qit'asida shunday rol o'ynash imkoniyatiga ega qilish nishon qilindi ekan. Tom Millerning qarashicha, Xitoyning bir Belwagh bir yo'l qurilishi boshlangandan buyon Amerikaning Osiyodagi ta'sirini siqib chiqarishga kuch chiqarmoqda ekan. Xitoy darvaqa buning uchun oldi bilan harbiy kuch ishlatilishi tamoman mumkin ekan. Ammo Xitoyning hozirgi harbiy quvvati Osiyoni harbiy kuch bilan bo'ysundirishga ojiz keladiganligi uchun Xitoy bu xil qattiq usulning o'rniga iqtisodiy jihatdagi yumshoq vositani tanlagan hamda buni bir Belwagh bir yo'l qurilishi degan nom bilan bezgan. Uning fikricha g'oyat zo'r so'mliq va keng doiralik bu qurilishning aynan tasvirini Xitoy hukumatining o'zimi aniq deb bermaydigan bo'lib, buning iqtisodiy nishondan ko'ra siyosiy maqsadni ko'zlash xohishi bekrak oshkor ekan. Bu xil keng ko'lamlik yo'l muassasa qurilishi, tosh yo'l, temir yo'l va boshqa uchur yo'llar orqali qadimki Yipek yo'li andezisida siyosiy hukmronlik imperiyasini o'rnatishda buningga lozimliq iqtisodiy manbadan boshqa yana bir muncha xatarlik omillar mavjud ekan. Bunun ichidagi hammaga ma'lumlik biri Xitoyning g'arbiy shimolida bosh ko'tarayotgan islom va terrorlik temasidagi masalalar bo'lib, Pokistonning Gavadar porti qadar so'zilgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini Xitoyning mushu sohadagi andishlarini Pokistonning qo'li orqali xalos qilish harakati deb tushunishga bo'ladi ekan. Xitoyning bu xildagi iqtisodiy jihatdan ta'sir ko'rsatish harakatiga qarata, uningga qo'shni bo'lgan davlatlarning qanday inkosda ekanligiga doir masalalar uchun muzokara ishtirokchilaridan Brian Ayler o'z fikrini sharhlab o'tdi. So that's why we see ports on the Myanmar coast. That's why there's a lot of focus on trade with Thailand, and as well as the pipeline, the oil and gas. Stimson markazida Sharq-Janubiy Osiyo ellari masalalari bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlayotgan Ryan Ayler Xitoyning Sharq-Janubiy Osiyodagi eng zo'r mablag' sog'uvchi bo'lgan Amerika bilan baslashib, tezdan mazkur rayondagi eng chong savdogar bo'lib olganligini sharhlab o'tdi.
Uning fikricha, Xitoyning Sharqiy Janubiy Osiyoga buncha ko'p mablag' chiqarishining bir sababi mushu rayondagi neft import yo'li va tovar eksport liniyasini texmo kengaytirishni maqsad qiladi ekan. Buning bilan Xitoyning bir Belwagh bir yo'l qurilishining kengayishiga egishib, Kambodja, Birma qatorliqlar o'ng'ayla Xitoyning kontrolligiga tushib qolmoqda ekan. Shuning bilan birga bu mamlakatlardagi fuqarolarda Xitoy biz uchun yaxshi bo'lgan ishni emas, balki o'zlari uchun manfaatli bo'lgan ishlarni qiladi degan qarash umumyuzlik mavjud ekan. Reallikmi Sharqiy Janubiy Osiyo elleridagi savdo aloqasida hamma tarafning o'ziga yarasha nesiva elayotganligini ko'rsatsa-mu, eng zo'r foyda elayotgani yana Xitoy ekan. Xitoyning bir Belwagh bir yo'l qurilishining Xitoyning Janubiy Osiyodagi qo'shnilaridan Hindiston va Pokistonga qanday ta'sir ko'rsatadiganligi haqida Stimson markazining Janubiy Osiyo mamlakatlariga doir masalalar bo'yicha mutaxassisi Dr. Samir Lalvani ma'lumotlar. Generally and specifically CPEC because that's sort of the closest to its doorstep. Why I think some of these concerns are a little exaggerated or overstated. Uning bayon qilishicha, Xitoyning qo'shnisi bo'lgan Hindiston bir yoqdan Xitoyning buncha zo'r miqdordagi mablag' selinmasini bir turli xatar deb qarasa, yana bir yoqdan buni Xitoy uchun ahamiyatsiz natija bilan oxirlashidi deb qaraydi ekan. Bu jihatda Hindistonning yadro quroliga ega bo'lishdek favqulodda o'rni hamda uning Amerika bilan bo'lgan hamkorlik munosabati Xitoyni Hindiston bilan yomonlashib qilishdan cheklab turish rolini o'ynaydi ekan. Buning bilan Xitoy ilojisiz o'zining siyosiy ta'sirini kengaytirish uchun O'rta Osiyo rayoniga yuzlandi ekan. Ammo Rossiya har qachon Xitoyning bu xildagi ta'sir kengaytirish harakatini cheklashga moyil bo'lib, bu xil cheklashga to'liq qodir ekan. Bu ahvollar hozir ko'rilmagan taqdirdami, kelgusida jazman o'ttiraga chiqish ehtimolligi bor ishlar ekan. Muzokaradan keyin mutaxassislar yig'inga kelganlarning savollariga javob berdi. 15 minutlik savol-javob orqali muzokaraga munosabatli boshqa masalalarni mutaxassislar tegishli darajada yoritib berdi. What do you think about Xinjiang's role in China's One Road? Xitoyning bir Belwagh bir yo'l qurilishida Xinjiangning jug'rafiyalik o'rni qanday rol o'ynashi mumkin deb qaraysiz? Ya'ni bu rayon Xitoy uchun nimadan derak beradi deb o'ylaysiz? Islamic movements that's currently present in Xinjiang. So there is this defensive role. Hozir Xinjiangda islom dini bilan bog'lanishli bo'lgan bir qator harakatlar mavjud bo'layotdi. Shunga Xitoy hukumatı bu joyda mudofaaga mas'ul rollarni o'ynashni istamoqda. Mushu orqali bo'lsa Xinjiangni texmi keng ma'nodagi Xitoy oilasiga bog'lamoqchi bo'layotdi. Shuning bilan birlikda Xinjiang favqulodda jug'rafiyalik o'ringa ega. Ya'ni u ishkiri Xitoydan O'rta Osiyoga hamda Yevropaga o'tar yo'lga joylashgan. Shunga Xitoyning g'arbidagi joylarga ilgirmoqchi bo'ldi ekan, jazman Xinjiangdan o'tish lozim. Shuning uchun Xitoy bu joyda qatnash to'ri barpo qilyapti. Masalan, Xitoy hozir Turubi yo'li, temir yo'l, tash yo'l qatorliqlarni qurishga kirishyapti. Mana mushlarning hammasi Xitoyning oxirgi hisobda g'arbiy tomon mengishiga xizmat qildirildi. Undaqda bayatdan tilga ilingan omillar Xitoyning bu qurilishida qanday rol o'ynashi mumkin? Yeah, so I mean, it seems that in part, it's one of the reasons offered is why China is doing this over project is to help develop its Western Shundaq, hozir bu ishlar buningga aralashib kelyapti. Yana kelib bu Xitoyning nima uchun g'arbiy qismdagi bu taraqqiy qilmagan rayondagi o'liklarni taraqqiy qildirishga kuchab ketishidagi sabablarning biri. Ular shu orqali atalmish millatchi yoki bo'lgunchi omillarni savdo va iqtisodiy fursatlar bilan ta'min etmoqchi bo'lyapti. Amaliyotda millatchilik yoki milliy davlatchilik ideyasining qanday harakatlanadiganligi hammaga tushunishlik. Ammo bu omillarni oddiy shaklda pul yoki iqtisodiy taraqqiyot orqali yo'q qilib o'tkili bo'ladi deb qarash to'g'ri emas. Chunki bu omillar shu xalqning boy yoki kambag'al bo'lishidan qat'iy nazar hamon mavjud bo'lib turibdi. Shuning uchun Xitoy hukumatı Uyg'urlar bilan bo'lgan munosabatda oldi bilan mushu nuqtani oydinlashtirilishi lozim. Ularning qandaqdir bu rayonga qarta g'oyat zo'r sonda mablag' selishi hamda harbiy kuchlarni jo'g'lishining bu masalani hal qilishiga foydasi tegmaydi. Darvaqa Xitoy hukumatı uchun bu bir mushkul masala. Chunki bu omillar yolg'iz Xinjiangda emas, yana uningga qo'shni bo'lgan Pokiston va boshqa mamlakatlarda mavjud. Shunga iqtisodiy fursat hech qachon ijtimoiy va siyosiy masalalarni bir yo'lda hal qilib o'tadigan emas. It's not the silver bullet to solve all these other socio-political problems.